Qani keling aka, shahar markazidan siz uchun zo'ruy topib qo'ydim. Xo'p, manzilni tushuntiradigan bo'lsam, Uchtepa tumani 12-kvartalda joylashgan mo'ljal sifatida Farhod bozorini olsanglar bo'ladi. Shundoq Farhodskiy bozor to'g'risida va Oaziz biznes sentrining orqasida joylashgan bo'ladi. Atrofida Korzinka, metro, fast food, restoran ishlami, hamma narsa yaqin. Bunaqa lokatsiyadan bunaqa narxda uy topish iloji yo'q hozirgi kunda. Xo'p, uyni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, umumiy 64 kvadrat metrga ega bo'ladi. Bu ko'rib turgan prixoshka qisminglar bu yerdan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga o'tsak bo'ladi va shuna oldiginasida bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonaga o'tsanglar bo'ladi. Va bu tarafda ikkita razniy hojatxonasi va hammomiga ega bo'ladi va asosiy qismini endi sizlar bilan ko'ramiz. Ya'ni mehmonxona qismimizda bo'ladi. Uyimizni remontiga ham alohida baho berib qo'yishni so'ragan bo'lardim, chunki juda ham yaxshi holatda saqlangan. Ma'lumot to'g'risida aytib ketaman, 2014-yil atrofida remont qilingan ekan. Xo'p, umumiy maydoni 64 kvadrat metrga qurilgan va radiator plus tropli-pol tizimiga ega bo'ladi va bu sizlarga ancha qulaylikni tug'diradi. Bundan tashqari podvali ham anchagina katta ekan, narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tarafda uyimizning oshxona qismiga o'tsanglar bo'ladi. Bundan tashqari orqa hovlisiga ham ega ekan uyimizni. Bemalol yozda chiqib, kratli qo'yib qo'yib o'tirsanglar bo'ladi va bu uy juda ham zo'r ekan. O'sha oldi hovlisi ham ko'rdinglar, anchagina katta, orqa hovlisiga ham ega ekan. Va endi narxiga to'xtaladigan bo'lsam, uy egalari umumiy 81 ming narx qo'yishgan ekan. Tepasiga pul bilan kelsanglar, albatta kelishtiradigan joylari bo'ladi. Uy egalarining nomerini video tagida qoldiraman, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.